Cobalt mashinasida ko'pchilik ustalar qiladigan xatoni bittasini sizlarga ko'rsatib beraman. Cobalt mashinasini olib qo'yamiz. Probegi ko'p emas bu mashinani. Rullar akansi chapga, o'ngga burganda g'irchillagan ovoz mashinadan chiqyotdi. Buni chashka deb o'ylashgan, tepasini ko'ryapsizlar, mana moylab chaplab tashashgan. To'g'ri, haqiqatan ham bu chashka bo'lgan. Qaranglar, bu chashkani g'irchillaganda almashtirib yuborish kerak. Обязательно shart g'irchillab qo'yganda bu tepasidan g'irchillamaydi. Buni astamnoy mana tegini qaranglar. Ko'rdinglarmi? Tegidagi temirga tegib g'irchillab yurgan. Buni tegida mana rezinkasi bor. Mana shu rezinkasi ham mashinaga o'tirib qoladi. O'tirib qolganning hisobiga g'irchillagan ovoz chiqadi. Chapga o'ngga burganda. Tepasida muammo bo'lmagan bunda, tegida bo'lgan muammo. Tushundinglar? Bu sizlarga bilmaganlarga life hack, bilganlarga обязательно respect. Agar mabodo Cobalt top qolsanglar, chapga o'ngga burganda g'irchillayotgan bo'lsa, обязательно chashka almashtirib yuboringlar. Bu chashkani ham original JM'ni qo'yinglar. JM'ni qo'ysanglar, inshaalloh ishinglar sifatli va zo'r bo'ladi. Videoyimizga like bosib, обязательно Cobalt yuradigan tanish bilishlarga jo'natib qo'yinglar. Bilmaydigan ustalarga ham jo'natib qo'ysanglar, inshaalloh manfaatli bo'ladi.